Hammaga assalomu alaykum hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe After Effects'da Apple stildagi Liquid Glass'ni yasashni o'rganamiz. Mana men tayyor yasab qo'yganman. Ya'ni ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bu soyalarigacha, даже yaltirayotgan mana suvi nimalarigacha turibdi-da. Ya'ni buni mana misol uchun любой narsani orqasiga tashab ko'radigan bo'lsak ham, bu anchagina bilinadi. Что professionalligi. Deylik mana. Ko'ryapsizlarmi? Deylik buni endi bunaqa oppoq bo'lib turmaydi-ku. Ozgina anaqasini tushirish kerak. Yorug'ligini. Deylik ozgina tushirib qo'ysak. Вот. Mana chetlari xuddi iPhone'nikidek tovlanadi mana. Вот. Biza buni bemalol qizig'i. Mana bu yerdagi position yordamida pozitsiyasini to'g'rilasak bo'ladi va eng qizig'i mana bu yerdagi X, Y yordamida, slayderimiz yordamida mana bunaqa qilib umumiy mana bu yerda nechta sloy bo'lsa, hammasini prям bir xil qilib yopishimiz mumkin bo'lar ekan. Вот. Ko'ryapsizlar, bu yerda nechta sloy bor mana. Hozirlar bitta mana bu box ichidagi composition ichidagi mana bu displacement, tint, transform, fastbox bular yordamida bo'lmayapti bular. Balkim bundan tashqari soya, orqa tomondagi sloy, svet, bu tomondan tushayotgan svet, bu tomondan tushayotgan light sweep va umumiy ikki tomondan tushayotgan light sweeplar o'rniga bo'layotgan narsa bu. Shularning hisobidan bo'lyapti. Ya'ni oddiy bitta shape ustidan bunaqa animatsiya qilib bo'lmaydi. Bunaqa chiroyli, suvli, effektli narsa qilib bo'lmaydi. Xo'p. Demak, buni hozir takrorlab birga bir qilib yasab ko'ramiz. Sezayotgan bo'lsanglar, даже mana bitta soyasigacha bor-da. Ya'ni mana soya mana bu. Mana soyasiz qanaqa bo'lyapti? Ko'ryapsizlarmi? Oddiy bo'lib qoladi. No, soya bilan yanada professionalroq bo'layotgan ekan. Xo'p. Demak, yangi kompozitsiya ochib biz birinchi navbatda shape yaratib olishimiz kerak bo'lar ekan. Va bu shape'ni umumiy ko'rinishi strokesiz va fili mana bunaqa bo'lishi kerak ekan. Va bu yerdagi size'da va roundnesslari mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, yana ham chiroyliroq chiqadi. Xo'p, endi biz buni map deb o'zgartirib qo'yamiz va bunga biz effects bo'limidan fast box blur tashlaymiz. O'zi orqasiga birorta rasm tashlab olsanglar, что blur bo'layotgani ko'rinadi. Mana bu oddiy sloyda blur bo'lyaptimi o'zi, yo'qmi ko'rish juda ham qiyin. Shuning uchun hozir orqasiga qanaqadir background tashab qilishimiz kerak bo'ladi. Hop. Internetdan skachat qilib olamiz. Deylik.
Shu orqali ishlayveramiz. Xo'p. Fastbox blurni tashlab olganimizdan keyin bu yerdan mana bu yerdagi svetoforni bitta yoqib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan va blur radiusni ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Va mana bu yerdan yana bitta transform effektini qo'shib olib, ozgina scale'ni kattalashtirib qo'ysak, mana bu yerdagi joylashuv o'zgarar ekan va oyna effektini berar ekan bizga. Vot. Ya'ni refleksiya qaytsa, oynaga qarasanglar orqasi bir xil qilib qaytarmaydi-yu, ozgina surib qaytaradi soyalarni yoki nurlarni. Va ushbu bu yerdagi orqadagi nimani yana bitta effekt bilan boyitishimiz kerak bo'lar ekan. Bu bizada tintni qo'shib olamiz va tintning mana bu yerdagi black toni oqqa o'zgartirib qo'yamiz. Va mana bu yerdagi amountni примерно shu 15% atrofida qilib qo'yamiz va mana уже oynamiz yanada oqardi va oynaligi bilinyapti mana. Xo'p. Va endigi qiladigan ishimiz mapni yana bir marta kopirovat qilib, xo'p, bu yerda nima deb nomlaganman? Box deb nomlab qo'yaman. Примерно adashib ketmasligim uchun. Va mana bu yerdagi umumiy qo'shib olgan effektlarimni yo'q, udalib tashlayman. Nima qilaman bunga qo'shib? Va bunga bitta slider control qo'shib olaman. Va slider controlning umumiy otini X deb nomlab qo'yaman va buni yana bir marta duplikat qilib, yana buni Y deb nomlab qo'yaman. Nimaga? Chunki bu sliderlarimiz bu yerdagi umumiy nimani boshqarish uchun belgilangan. Ya'ni mana bu yerdagi oynani bular kontrol qiladi. Pozitsiyalarini, sayzlarini o'zgartirar ekan. Xo'p. Endi mana bu yerdagi boxni umumiy sayzlari slayderga ulanishi uchun men contents bo'limiga, rectangle bo'limiga kirar ekanman-da va bu yerdan mana bu yerdagi size 1ni, mana birinchisida turibdi size. Kopirovat qilib olar ekanman-da, X slayderimni umumiy sifrasiga qo'yib olar ekanman. Va ikkinchisini kopirovat qilib olar ekanman-da, Y ga qo'yib olar ekanman. Boshqarishim oson bo'lishi uchun. Kopirovat qilmay yozib qo'ysa ham bo'ladimi? Yo'q. Kopirovat qilmasdan yozib qo'ysa ham bo'ladi. Endi kopirovat qilish oson-da. Xo'p, endi X bilan Y umumiy kontrollerlarimiz paydo bo'lgandan keyin biz mana bu yerdagi size-ni olib slayderga ulab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Vot. Va buni ichiga kirib, ya'ni o'zi avtomatik tarzda expression yozib qo'ygan bo'ladi va shu expressionni ichiga kirib biz mana bu yerdagi tempni o'zini tanlab, e'tibor beringlar, o'tib ketmasin. Mana shu tempni o'zini tanlab olib, mana bu yerdagi expressionni ikkinchi slayderga ulab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni After Effects bizga komanda beryapmiz, что birinchi X o'qi slayderdagi Y ga javob bersin va ikkinchisi bo'lsa Y dagi slayderga javob bersin degan kombinatsiyani men qo'shib qo'yar ekanman. Va slayderimni harakatlantirsam, ko'ryapsizlarmi? Scale harakatlanyapti. Endi meni kontrollerimning vazifasi X bilan Y slayderga o'tib qoldi. Va endi pastdagi map umumiy oynani ham xuddi shunga savmestni harakatlantirish uchun map ichiga kirar ekanman-da, contentsga kirib,
Rectangle'ni ochib, yana rectangle'ni ochib, mana bu yerdagi size'ni hozirgi expressionlarimni ulagan size'imga ulab qo'yar ekanman. Va mana bu yerdagi position'ni bo'lsa, tepadagi o'sha expressionni pastda turgan pozitsiyaga ulab qo'yar ekanman. Va mana bu yerdagi slayderimni boshqarsam, hammasi boshqarilar ekan. Tushundinglar-a? Vot. Hozir so'rasak bo'ladimi? So'rang. Mana yo'qda hozir bundan oldingi birinchi boks tepadagi boksni o'zini tepaga x bilan y ga ulardik-ku. Hop. O'shanda qaysi biriga ulanganini ushlab qo'ya oladi. Hop, birinchisi har doim x ga ulanadi, ikkinchisi y ga ulanadi. X, y. X ga birinchisini ulaysiz. O'zi bitta narsa bor u yerda. Faqat mana bu yerdagi Size'dagini chapdagisi o'ngdagisi bor, birinchi o'zi, ikkinchi. Ha, mana. Faqat shu yerda e'tibor beramiz. Hozir men tempga uladim-ku, mana bunday belgilab. Noto'g'ri belgilab qo'yib ulasangiz ulanmaydi. Shuning uchun tempni o'zini belgilab After Effects'ga to'g'ri komanda berdik. Tushundingizmi? Xo'p. Endi biz hozirgi qiladigan ishimiz umumiy bu yerdagi boksdagi hamma narsani qo'shib oldik. Fast box blurni qo'shdik, transformni qo'shdik, tintni qo'shdik. Endi displacement mapni qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni displacement mapimiz bizga hozir tushuntirib beraman. Mana. Orqadagi soyalarni chiqarib berish uchun ishlatar ekanmiz displacement mapni. Buning uchun biz bu yerdan mana bu yerdagi mapni yana bir marta kopirovat qilgan holatda Ctrl D bilan va tekstni orqa qilyapsizlarmi o'zi? O'shamay qilayotgandim. Hayron bo'ldim. Hech kim savol bermaydi deb, "Ey, qilinglar" dedim-ku boshida. Hammamiz qilamiz deb. Oh, qolamiz. Ha, bo'ldi. Qilasizmi? Yo'q, eshityapman. Sizchi? Men gapirayotganingizga qarab turmoqchi bo'ldim, keyin o'tib ketib qolmayman, janish qaradim. Bo'pti, hozir bitta tushuntirib beraman. Keyin qilib bo'lganimizdan keyin vaqtimiz qolsa hamma qiladi, men qarab turaman sizlarga. Savolinglar bo'lsa. Hozir maksimal darajada tushunib olinglar komandalarni, nima berayotganimni, hammada anaqa ekranga qarab. Xo'p. Orqa deb saqlanit qilganimdan keyin men bu yerdan tint bilan transformni o'chirib tashlayman. Va bu yerdan fillni o'chirib, stroke'ni o'zini qoldirib, stroke'ni o'zini qoldirganimdan keyin blur radiusni ozgina kamaytirib qo'yaman. Va tepadagi boksga, mana bu yerdagi mapga bu yerdan displacement map mana distortionda displacement map presetini tashlayman. Va mana bu yerdagi umumiy displacement map layerdagi mapni orqaga tanlab qo'yaman. Orqa. Orqani bosib qo'ydim. Va source'ni effects maskga o'zgartiraman. Mana bu yerdagi redni luminance ga o'zgartiraman va pastdagi greenni ham luminance ga o'zgartiraman. Vot. Va buni tortadigan bo'lsam, sezyapsizlarmi mana chetidagi narsani? Ya'ni bu chetidagi oynani glassini tortib berar ekan mana. Vot. Deylik buni hammasini mana harakatlantirsak mana chetida bunaqa edge'lari bilan mana iPhone'da ham bor, to'g'rimi? Mana tovlanishini ko'ryapsizlarmi? Ancha qiziq tovlanadi. Xo'p. Endi bizada umumiy boksga berilgan hamma nimalarni berib oldik. Bu yerda hech nima qolmadi. Displacement berdik, tint berdik, transform berdik, fast box blur berdik va hozir orqadagi nimani ham berib oldik. Endigi qiladigan ishimiz biz umumiy
svetlarni qo'shib to'g'ri berib yuborishimiz kerak bo'lar ekan. Buning uchun mana bu yerdagi mapni yana bir marta kopirovat qilib Ctrl D yordamida tepaga olib chiqamiz va displacement mapni o'chirib tashlaymiz, tintni o'chirib tashlaymiz, fastbox blurni o'chirib tashlaymiz. Transformni ham o'chirib tashab, bu yerga biz CC Light Sweep deb qidiramiz. Rahmat. Bilar ekansiz nima berishni. Xo'p, endi bu yerdagi CC Light Sweepni Sweep mana bu yerdagi intensityni 0 ga tushiramiz va buni ozgina cho'zib qo'yamiz va edge'ni ozgina ko'tarib buni mana bunday qilib to'g'rilab qo'yar ekanmiz. Va buni gradusini 0 ga o'zgartirib qo'yamiz. Va CC Light Sweepni yana bir marta Ctrl D bilan ko'paytirib, uni pastiga 180 gradusga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Va bu yerdagi so'zni sweep light sweep deb saqlanib qo'yaman, чтобы esdan chiqib ketmasligi uchun. Endi hozirgi qiladigan ishimiz biz mana bu yerdagi light sweepning directionini alt yordamida bosib ochib olamiz va bu yerga time 60 kodini berib qo'yamiz va bu o'zi aylanib yuradi nima atrofida. Va bu yerdagi light sweepning umumiy joylashuvini o'rtaga olib kelib qo'yamiz. Xo'p. Tak. Mana bu yerga transformimni Xo'sh, mana bu yerda hozir bitta xatolik bo'lyapti. Shuni qayerda bo'layotganini topib oling. Ha, mana bu light sweepim menga chiqazib beryapti. Xo'p, light sweepni boshqatdan beraman. Light sweepni qo'shyapman. Bu yerda 0 ga tushiryapman. Men buni 0 ga o'tkazyapman. Bu yerdan ozgina kamaytirib, buni ko'paytirib qo'yapman. Va как положено men buni o'rtaga sentrga olib kelyapman. Light sweep aylantiradiganini va aylantiryapman. Va menda mana bunaqa xatolik bo'lyapti. Men buni o'chiryapman va cutoutga o'zgartirib qo'yapman va aylantiryapman. O'sha xatolik yo'qolyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, biz kopirovat qilganimizda mana bu yerdagi svetoforni o'chirib qo'yishimiz kerak. Konteyner yoniqmi? Juda isib ketib qoldim, bor-ku. Mana bu yerdan kelyapti shekilli. Da, mana bu отопление yonib qolibdi-da. Xo'sh. Xo'p, o'sha light sweepni 0 ga olib kelyapman. Buni salgina ko'tarib qo'yapman. Va light sweepni Ctrl D yordamida kopirovat qilib, light sweepning directioniga kiryapman-da, time 60 kodini yozyapman. Bu aylanib turibdi. Da. Chetlarida aylanib yuribdi. Ko'rinadigan qilib qo'yaylik. Xo'p.
pastidagi uchyapti cho'ta. Xo'p, bundagi sezayotgan bo'lsanglar, mana bu yerdagi deformatsiya light sweepga ham o'z ta'sir kuchini ko'rsatyapti. Bizda bu bunaqa bo'lmasligi kerak. Вот mana mana buni hisobiga mana bunaqa o'ynab ketyapti. Xo'p. Light sweep'imiz. Вот bu yerda xatolik yo'q. Bu yerda xatolik yo'q. Xo'p. Boyagi harakatni bo'tga takrorlayman. Directionga yana takror nimani yozib olaman. Va buni Ctrl D yordamida kopirovat qilib yana yangi ochib olgan directionimni agar suradigan bo'lsam, как положено, mana bu tagiga o'tmaydi. Tagiga o'tkazishim uchun yana bitta kod yozib olaman. Bu yerga plus value funksiyasini qo'shib qo'yaman va pastiga harakatlantirsam, mana bu yerdagi nima pastga ham o'tish kerak. Вот. Suzyapti. Va endi bu yerga bitta deep glow qo'shib qo'yaman va deep glowni umumiy yorug'ligini mana shunday qilib to'g'rilab, bu yerdan chromatic aberration'ni yoqib qo'yishim kerak bo'ladi va ozgina to'g'rilab qo'yaman. Hozir men buni kamaytirib qo'yaylik. Что yaxshiroq ko'rinishi uchun. Sezilmayapti. Safir ustiga bosib yubordim. Safir birda bunaqa ishlab qoladi mana. O'sha mana boyaga yoqqan nimam ishlamayapti o'sha. Okay.
Вот. Hozir men bitta slowga ikkita slide sweep tashlaganim uchun plus veloy funksiyasini qo'shgan taqdirimda ham ishlamagan asl sababi bu bitta slowda bitta shape'da ikkita light sweep bir-biriga ikkita kod bilan bir xil komandani bajarib qolgani bo'ldi. O'shaning uchun men hozir ikkiga bo'lib, ya'ni men buni yana bir marta kopirovat qilib, xuddi o'sha light sweepni qo'shib plus veloy funksiyasini berganimda mana уже o'zgartirishim mumkin bo'ldi. Va menda уже mana ikki xil tomonda mana bunaqa smooth animatsiya hosil bo'ldi. Endi men bunga deep glow qo'shaman. Boya qo'shganimdek, ozgina yorug'ligini pasaytirib, bu yerdan chromatic aberration qo'shaman va ozgina mana bunaqa ikki xilroq rang qilib qo'yaman. Va buni yorug'ligini primerdan shunaqa ko'rinishda qilaman va deep glowni kopirovat qilib olib, ikkinchisiga ham tashlab qo'yaman. Va endi biz mana bu yerdagi mapni yana bir marta Ctrl D yordamida kopirovat qilib, tepaga chiqarib, hamma ichidagi effektlarni o'chirib tashab, mana bu yerdagi svetokorni o'chirib qo'yib, ikkita light sweepni uni ichiga trackmate qilib sozlab qo'yaman va hozir nima bo'ldi? Ichiga tushdi buni. Ya'ni nur uni ichiga tushyapti. Tashqariga chiqib ketmayapti, mana sezgan bo'lsanglar. Ichida aylanib yuribdi nurimiz. Agar busiz bo'ladigan bo'lsa, tashqariga chiqib ketib qoladi va xunuk bo'lib qoladi animatsiyamiz. Hozir men buni yana ozgina light sweep qalinligini to'g'rilab qo'yaman. Juda qalin bo'lib ketib qopti. Ko'zni kesyapti. Primerda mana shu yetadi. 1.60. Ikkinchisiga ham xuddi shuni 1.60 qilib qo'yaman va mana bunaqa chiroyliroq narsa hosil bo'ladi. Men bu yerdan hozir 59 sekund bo'lib qoldi. Shuni 10 sekundga o'zgartirib qo'ying. Вот. Ancha ochildi ishimiz. Va endi biz bu yerdan soyani to'g'rilab qo'yamiz. Buning uchun yana bir marta o'sha mapni kopirovat qilib, orqaga o'tkazamiz-da, hamma ichidagi narsalarni o'chirib tashlashdan oldin fastbox blurni qoldiramiz va bu yerdan fillni o'chirib qo'yamiz. Stroke'ni 160 atrofida qilamiz va mana bu yerdagi svetokorni ham o'chirib, hop. 160 juda ham ko'p ekan. Mana shuni o'zi aytadi va buni primerna tak. Qana qarang. Deylik, shunga yaqin mana bunaqa rangga o'zgartirib, qalinligini ozgina o'zgartirib, blur radiusini ham primerna shu soya ko'rinishida keltirib qo'yamiz. Va buni yarqisini ozgina qilib qo'yamiz. Ozgina. O'shanda mana bu yoqdan tushayotgan nur orqasiga soya beryapti. Va endi biz boyagi slayderimiz qatnashgan boksga kontent ichidagi rektanglga hamma mana bu yerdagi narsalarni ulab chiqamiz. Mana bu yerda hammasi ulangan, positionga bu ulangan. Tekshirib chiqamiz. Bu ham ulangan. Ya'ni buni o'zgartirsa, ya'ni mana bu yerdagi slayder animatsiya qiladigan bo'lsak, hammasi o'zgaryaptimi, yo'qmi tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. CC Light Sweep ham o'zgaryapti. Contentdagi rectangle ham o'zgaryapti. Bu yerdagi rectangle ham o'zgaryapti. Da, hammasi joy-joyida. Endi biz bu yerga bemalol tekst yozishimiz mumkin.
va tekstga mos ravishda bitta nul ochib, o'rtaga olib kelib olamiz va bu yerdagi hamma narsani umumiy parentligini shu nulga ulab qo'yamiz. Va bu nul yordamida biz uni boshqaramiz. Mana bu yerdagi boksdagi slayderlar yordamida biz unga nima qilar ekanmiz? Animatsiya berar ekanmiz. Deylik, давайте animatsiyani boshlaymiz. Birinchi bo'lib dumaloq bo'lsin. Suvga o'xshab, tomchi ko'rinishida. Ha? Tomchiga o'xshadimi? O'xshadi. Va endigi qiladigan ishimiz biz har doim beradigan amplituda, bounce expressionlari slayderlar uchun ishlamas ekan. Men uchun отдельный expression yozib qo'yganman. O'sha expressionni ishlatar ekanmiz. Ya'ni mana expression saqlanib qo'yganman. Kopirovat qilaman va ichiga kirib qo'yaman, ichiga kirib qo'yaman. Va yaqinlashtirib qo'yaman. Вот. Tushundinglar? Bu anchagina plavniy, ko'rdinglarmi? Mana bunaqa liqillab ketmayapti. Buni expression boshqalarga ishlatsak bo'ladimi? Ishlatsa bo'ladi. No slayder uchun отдельный-da. Mana. Takoy. Xuddi suvga o'xshagan. Liqillab ketmayapti. Xo'p, endi biz animatsiyani boshlaymiz. Buni null scale ni ochaman, position ni ochaman, keyframe'larni qo'yib olaman va kattalashtiraman. Primerda mana bunaqa ko'rinishda. Va tak. Bunga ham nimani berib olaman? Expressionni. Mana bu yerdagi decayni примерно shu 4 qilsam. Buni 5 qilsam. Va bu yerdagi slaydlarni bu yoqqa olib kelsam. Va bu yerda bitta plus chiqsa, oq bo'lgan yaxshimi? Oq bo'lgan. Oq bo'lgan yaxshi ekan. Endi bu plusni ham nolga ulab qo'ysam, va bu plusni yonida animatsiya bo'lib bo'lgandan keyin plusimiz promotionga o'zgarib ketishi yoki aylanib ketishi kerak. Buni position yordamida tepadan pastga tushirib yuborsak ham bo'ladi. Position qo'yib olaman. Position bilan qo'yib olaman. Ikkalasiga ham bir xil keyframe. Buni shu holatda tepaga ko'taraman va buni shu holatda pastga tushiraman. Bir xil animatsiya bo'lishi uchun va adashdim. Buni shu holatda, ya'ni keyframe adashib qoldi. Bunday qilib o'zgartirib qo'yaman buni keyframe'ini. Shuni bunaqa, buni pastga tushirib qo'yaman.
Va buni Fragment. mana bu yerdagi set mate ga o'zgartirib trackmate ichiga shuni dotib qo'yaman. Va конечно же expression. Ozgina ertami. Ну, o'zi birinchi bo'lib Hamdagi boksini tepaga olib chiqib oling. Hamma shu animatsiya berayotgan narsalarimni salgina buyoqqa surib. Mana bitta ham animatsiyalarimiz bor. Bu animatsiyalarni ozgina kechiktiraman. Birinchi bo'lib va mana bu yerdagi soya boshida opacitisi bilan blur radiusi ko'proq bo'lib, pastga tushgandan keyin o'z holiga kelsa, вот. Blok. Promotion chiqdi. Hop, bu yergacha o'xshadi. Va endi tariflar chiqsin. Katta bo'lib, ha. Hop, bu yerdagi slayderlarimiz kerak bo'ladi bizga. Slayderimiz kattalashsin. Hop. Mana plus уже bizga kerak emas. Yopib ko'ramiz. Chiqdi. Va shu yerda promotion so'zi bu bilan savmesni bir xil qolgan holatda tepaga ko'tarilsin. Chiqdi. Tepaga ko'tarildi. Va tariflarimiz bu yerda chiqsin. Deylik, galochka ko'rinishida.
Xo'p. Galchkalarimni animatsiya qilib olaman. Bunda menga nima yordam beradi? Rempan. Rempan? Trimpas. Rempan. Trimpas. Va bunga ulab qo'yaman va buni o'ziga bitta scale beraman. 0 dan ko'tariluvchi ko'tarilib tushuvchi va bu yerdan buni to'g'rilayman. Shu bir xil animatsiya bo'lishi uchun bu yergacha, buni bu yergacha, mana bu yerni esa hammasini belgilab, mana buni bosaman va bitta F9 bosib olaman, чтобы plavniy bo'lishi uchun va umumiy ko'rinishni mana bunaqa ko'rinishda bundoq ketadigan. Ya'ni kesilmasligi kerak. Ya'ni mana bunaqa bo'lib qolsa, bunaqa kesilib qolsa mana qunuv bo'ladi animatsiyalar. Bu tekis bo'lsa, plavniy bo'lsa, qotib qolmaydi-da. Ko'rdinglarmi qotganini? Qotayotgani bilinyaptimi? Mana endichi. Endi yo'q-a? Endi qotmayapti. Borib silliq urilyapti. Tushundinglar? Bu o'shaning uchun xizmat qilar ekan. Xo'p. Demak, salgina katta bo'lib ketdi. 0 yordamida kichkinlashtirib olaman. O'zini kichkinlashtirib olmayman. Как положено 0 ishlataman. Buni 0 ga olaman. Buni ozgina kichkinlashtiraman. Va уже 0 menga kerak emas. Bu yerga birinchi bo'lib start. Mediumdan regularga o'zgartiraman. Чтобы mana bu yerdagi qalinligi bunga ham to'g'ri kelishi kerak. Agar mana bold ishlatib qo'ysam, qunuv bo'lib qoladi, qaranglar. Dizayn qonun qoidalariga asosan bu yerdan sizlar referens olib olishingiz kerak, что qanchalik qalinligi. Deylik, bunga даже light ham to'g'ri keladi mana. Light уже chiroyliroq bo'ldi, a? Bir xil bo'ldi. Chizganimizga. Вот, start yozib oldim. Buni kopirovat qilib Ctrl S Ctrl V pastga tushiraman. Ctrl S Ctrl V pastga tushiraman. Va start. Ctrl D bilan qilsam bo'ladi. Kamu kak. Men misol uchun shunga o'rganganman. Ctrl D qilsangiz, bu o'sha narsani bir xil qilib ikkiga ko'paytiradi. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V uni ichida hech qanaqa atribut qolmaydi. Ya'ni siz undan oldingi ishlatgan animatsiyalaringiz qolmaydi. Tushuntira oldimmi? Qarang. Ctrl D bu deylik mana. shu ikkita qiladi. Hamma narsasi bilan. Yo'q. Qanaqa tushuntirsam ekan, a? Ctrl D ni vazifasi xuddi mana shu narsani bir xil qilib duplikat qilib qo'yadi. Nimaga ulangan bo'lsa, mana deylik mana. Bu mana bu promotionga ulangan deylik, start. To'g'rimi? Ctrl D qilsam, ikkalasi bir xil bo'lib tushyapti.
To'g'rimi? Bir xil. Ctrl C, Ctrl V qilsam non, ko'rdingizmi? Ya'ni unga hech qanaqa atribut saqlanmaydi. U o'z holicha tushadi. Tepadan olib tushganingizda, ya'ni bu proyektga aloqasi yo'q formatida tushadi. Tushundingizmi? Lekin men pozitsiya skilllarim bor ishlaydi. Ichidagi keyframe ishlayveradi. Lekin undan oldingi Ctrl D bilan kombinatsiya bilan ikkalasining juda katta farqi bor. Animatsiya qilayotganingizda tushunasiz uni. Xo'p, ozgina suramiz. Start katta bo'lib ketibdi. Premium. VIP. Mentorlik. Hop. Endi start har birini o'zini qatoriga olib kelib to'g'rilab chiqaman. Xo'p, endi bularga animatsiya beraman. Xo'p, bunda menga Chapdan o'ngga blur bo'lib chiqayotgan. da startdagi animator birri. Humoyun tushunarlimi? Qaraysanmi bu yo'ga? Yo'q. Yarim soat oldin ham qaraganda telefonga qarab o'tiruvding. Yo'q, hozir mana bunaqa narsa-da, hozir tushuntiryapman, to'g'rimi? Hozir sirazu tushuntirib bo'lganimdan keyin diqqat bilan qarab o'tirgan odam sirazu qaytarib bera oladi bu narsani. Shu narsani ham eplolmayapsiz, ko'rto'la. Oddiy narsa misol, tekst ko'ryapman. Bir qanaqadir tez, sekin yoki bir bilmayman. Hozir qiyin narsa yo'q bu yerda. Hammasi mana plavniy chiqyapti. Nimaga unaqa sizlarda tekstni ko'rsam juda tez yoki juda sekin yaxshilab e'tibor berib tursanglar qilsa bo'ladi-ku hamma narsani. Xo'p. Promotion yuqoriga chiqqan vaqtda bir xillar shartmish kerak. Bir qilyapti-yu. Yana ham bir qillashi uchun men buni ozgina bu yoqqa qilib qo'yishim kerak. Что? Kechikish kerak-da mana.
Yo'q, ozgina biologik ekan. Ko'p emas. Bitta. O't mana. Endi ozgina kechikib bir qilyapti. Endi yana ham chiroyliroq qilishimiz uchun biz har bittasiga bittadan 0 ochib bir restatga, ikkini premiumga, 3 VIP ga qilib tak. Bu yerdagi hamma bo'layotgan protsessni 1 ga, 2 ga, 3 ga ulab qo'ysak va hop, bu yerdan nollarimizni hammasini pastga mana bunday ko'rinishda yonimga olib kelib olaman. Shtob animatsiyam yaxshiroq bo'lishi uchun va nollarimni belgilab positionni ochaman va pastdan tepaga expression beraman. Expressionni kopировать qilib oldim. Hop, bu yerda bizning expression juda ham tez. Buni 3 ga, buni 3 ga, buni 1 ga tushiraman. Hop, va buni positionini qolgan hammasiga o'zgartirib chiqaman. Va boshiga olib kelib qo'yaman-da. Buni bunga olib kelgan holatda har bitta bo'layotgan animatsiyani 0 dan tashqari olib trackmate qilib qo'yaman va pastdan chiqib kelish animatsiyasi bo'ladi. Sezinglar, bu boshqacha bounce. Kimdir farqiga boryaptimi? Tezroq chiqib, ya'ni men nastroykani shunga qarab qo'yaman. Вот. Animatsiya bo'layotgan payti chiqsa juda ham chiroyli ko'rinyapti mana. Va pastda yozilish knopkasi chiqsin. Bu yerda bizda boson birinchi bo'lib blur unchalik shart emas. Kelinglar qilamiz chorus. Конечно же, buni o'chirib, ozgina ko'taramiz. Shu yaltiratish uchun va yaltiraydi. Va buni yana bir marta kopировать qilib o'chiramiz. Tashlaymiz bu yerga как положено light sweep. Light sweep umumiy ko'rinishini o'rtaga olib kelib, buni o'chirib, buni uzunroq qilib, buni ko'rinishini ham ozgina qilib va tak qalinligi bunaqa va mana bunaqa ko'rinishda bo'lsin.
ozgina yaltirasa bo'ladi bizga. Va как положено bunga ham agarda bu yerdan chiqayotgan bo'lsa, mana bu yerdan kesilsin-da. Va ikkita tomonga ochilsin. da time 60 Ctrl D light sweep nimasiga tak time 60 plus nima yozardim? Pardon. Ikkita bo'lsa jabachkina bo'lib ketib qolar ekan. Bittani o'zi yetar ekan. Hop, o'zgartirib qo'ydim cutoutga. Da, endi normal. Hop, bizda promotion so'zi salgina pastda va umuman olganda bu pastdagi curve ham contentsdan boya nima qilishim kerak edi? Kim topadi? Hozir mana bu yerdagi curves что yorug'likni bu yerda ham shape bor. Buni nima qilsam bunga bog'lanadi. Qaysiga bog'lash kerak? Size positionga nimaga ekan? Kalasi birga qarang. Birga bo'lish uchun, ha? Xo'p. Tak, sal mana bunaqa bo'lsa ham bo'ladi bizga. Va bu yerda yozilish bold emas, mediumda tursin. Bu yerda qora qilsa qora emas, seri bo'lar ekan. Chunki oq bor joyda qora bo'ladi-da. Endi buni ham birinchi shape'imga ulab qo'yaman va animatsiyani boshlayman. Birinchi bo'lib bu size bunaqa bo'lsin-da. Va yana bir marta kopirovat qilib mate ga o'zgartiraman. Matte va yozilishi buni ichiga tiqib qo'yaman. Va hop. Ochib qo'yaman ichidan. Tak. Yozilish light sweep kerak emas bizga. Light sweep o'chirib tashladim. Light sweep bizga xalaqit beradi, что animatsiyamiz to'laqonli ishlashga. Xo'p, va bu yerdan size ni boyagi nullga berilgan o'zimiz tayyorlab olgan expressionni bunga ham qo'shib qo'yaman.
Buni emas. Mana. Men Matte'ga berayotgan ekanman. Xo'p. Birinchi ulab olgan sayzimga qo'shib qo'yaman. Va вот. Va yana bitta nol ochgan holatda bu yerdagi hamma ochib olgan yozilish so'ziga javob beradigan birinchi o'sha nulimni bunga to'g'rilab olaman-da. Keyin bu yerdagi hamma o'sha yozilish uchun javob beradigan narsalarimni bunga bog'lab qo'yaman. Va buni yozilish tashqariga chiqib ketib qoldi. Yozilish. Tak. Meet. Yozilishi ham pastdan chiqazib bunga ham boyagi expressionni beraman. Tak, mana bundagi va boyagi positionim bilan hammasini pastdan tepaga chiqazib qo'yaman. Va bu yerdagi hamma narsani nulim bo'lsa, nulimga ham boyagi expressiondan bitta beraveraman. Bunaqa plavniy animatsiya hosil bo'ladi. Va bu yerdan kesib tayyor bo'lgan animatsiyamni salini bu yoqdan mana bunga ham tegib bularga emas, faqat bularga. Buni nima ichidan chiqaryapsiz? Endi qilaman-da. Shu nolni trackmate qilib qo'ysa chiqaradimi ichidan? Nolni trackmate? Qata trackmate qil. Nolni trackmate qilganim yo'q hali. Bog'langan-ku og'irlar, yozilish, ikkita shay bilan tekst nol. Bu parent link u. Parent link qilingan. O'sha nolni o'zini hammasi boshqarib turibdi-ku. Nol trackmate bo'lmaydi hech qachon. Nol trackmate bo'lmaydi. O'zimiz alohida belgilab chiqish kerak. Trackmate bo'lish uchun shakl kerak. Polya bo'lish kerak. Yozilishi ham o'sha setmetni ichiga tiqib qo'yamiz. Все? Va endi yana ham mukammallashtiramiz buni. Bizga nol javob berayotgan nolimiz qaysi biri edi?
pastga mana shu bo'lsa, ochilayotgan payti bu 0 rotationi ozgina qiyshayshi kerak. Примерно mana bunaqa. Mana bu yerdagi start yoki nima nullarimizni o'zi boshqaryapti-ku bularni. Bular ham qiyshayishi uchun mana ulanmagan ishtimaga bundoq olib kelamanda, o'sha mana bu boshi, kontrolleri boshiga ulab qo'yaman va hozir aylantirsam, ular ham aylanadi mana. Bitta aylantirib, примерно mana shuncha aylansin va orqaga qaytarib qo'yaman. Va bu yerdagi scale bunga ham expressionni bunga ham javob bersin. Sezinglar. Eng qizig'i bu yerdagi nulimiz, animatsiyamiz mana bu yerda harakatlanayotgan payti ham ishlasin. Ozgina. Va давайте bu tomonga emas, bu tomonga kelsin. Вот. O'ylayman hozir nima qilishni. Yozilishga yozilishga. Galочка? Vishkani to'g'ri, shuni o'ylayotgandim. Okey. Давайте bu orqadagi juda ham yarki curves bilan pasaytiraylik. Ha? Mana endi ochilyapti. Xo'p, va bunga bitta color berib qo'yaylik, chiroyli bo'lib turishi uchun. Ozgina kontrast. Highlightlarni ozgina ochib qo'yamiz. Shadow ozgina qoraytirib, white ozgina ochamiz. Orqadagi black bizga kerak emas. Curvesdan ozgina yarki nuqtalarni ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ancha muncha zo'r bo'ldi, lekin yorug' bo'lgan gaplar. Da. Bu Instagramdagi hamma qilayotgan narsa emasligini tushunib yetgandirsizlar, может. Yo oddiy narsani o'rgatdi deb o'ylayapsizlarmi? Bu slishkom. O'rtoqlar, biz liquid glass uchun qancha o'tirganimizni ham bilyapsizlarmi? Mana qaranglar. Nima ahvolligini? Lekin shuni qilsanglar agar ishinglar ancha muncha ochiladi. Agar shuni proyektinglarda ishlatsanglar. Juda. Yana YouTube'ga qo'ygan videosida ajralib ketadi, o'shani ko'rib hayron bo'ldim. U ham o'shanga yaqin. Xuddi shunaqa qilingan ham. Lekin iPhone'nikidan kam joyi yo'q-da, qarang. Mana. Normalmi, to'g'rimi? Mana chetlari, tam yorug'liklari. Xo'p. Yozilishga knopka bosilsin. Mayli, bosamiz. Shu yozilishi anaqasi kamayib ketganga o'xshab ko'rinyapti menga. Orqa rang o'zgarganligi bilan. Da. Endi qora qilsak, normal bo'ldi. Endi yozilish knopkasi bo'lsin.
Shuning uchun biza tegib aytsam, kursor juda bunaqa tam XP niki bo'lmasin. Chunki sezayotgan bo'lsanglar, bu yerda hech nima qirrali emas-da, lekin kursor qirrali. Buzyapti. Intolgan chizasiz. Ha? Chizsa bo'ladi, endi chiroyliroqni topamiz. Mana bunaqa kursormi? Hop, chizamiz-da. Chiroyliroq kursor chizaylik. Hop. Hop. Buni chetlarini давайте round corners bilan kamaytirib tashlaylik. Ha? Вот. Va buni ko'rdinglarmi? Hamma narsa afterda bor. Chizib olish uchun, tam chetlarini kamaytirib olish uchun, smoothlashtirish uchun. Hop. Endi так kichkinaroq bo'ladi u как положено. Chetida ozgina stroka bo'lsin. Вот. Ko'payib ketdi. Yetadi. Chiqayotgan payti bu position bo'lsin. To'g'ridan to'g'ri mana shu yerga mana bunday va bundoq aylanib kelsin. Bundoq, ya'ni yo'li tekis bo'lmasin. O'shani so'ramoqchi edim. Bir chiziqdan emas, Ha. aylanib chiqadigan pozitsiya qilsa bo'lmaydi. Xo'p. Mana qaranglar. Deylik sizlar bitta chiziqda qo'yasizlar, to'g'rimi? Bitta hozir mana qilsa bundoq bo'lib qoladi mana. Bundoq bo'lib qoladi. Xunuk. Buni bundoq tepaga qilib mana bu yerdan mana birinchi keyframedan mana pen tool olasizlar, control bilan, mishkadagi control bilan bitta bossanglar mana bunaqa narsa ochiladi. Bundoq qilib qo'yasizlar keyin. Yoki bundoq. Keyin bu bundoq aylanib keladi. Tushundinglarmi? Va rotationni xuddi shunga savmesni harakatlantirib qo'yamiz. Deylik mana bunday. Bundoq kelib mana aylanadi. Deylik bundoq qilib qo'ysak, mana. Bundoq keladi, aylanib turib bosiladi. Tushundinglarmi? Buni smoothlashtirib qo'yamiz. Keyin scale bo'lmasa bo'laydi. Da. Buni qilamiz hozir. Shu mayli bizga kvartirda ham bo'lib turadi hozir. Просто render qilib ber.
keldi. Bu yerdan bitta scale bo'lsin, bosilsin. Tak. Faqat qayerga bosilsin? Anchor pointimiz tepada bo'lishi kerak-ku. Agar hozir bosilsa, bu o'rtasidan bosiladi. Bizga mana bu yer bosilishi kerak. Shuning uchun anchor pointini tepaga ko'tarib qo'yishimiz kerak. Вот. Tepaga ko'tarib qo'yganimizdan keyin bosilganda faqat o'sha nuqta bosiladi. Tushundinglarmi? Kamaytirib qo'yamiz deb, buni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Va bosilish nuqtasini umumiy keyframe'larni aniqlashtirib olganimizdan keyin umuman shu yozilishga javob beradigan nulni ochib olib scale ga kiramiz va xuddi shundoq u bilan bir qatorda bosilib yana orqaga qaytish nimasini qilib qo'yamiz va o'shanda bir xil bosiladi. Va buni ham belgilab F9 bilan bosilish animatsiyasini qilib qo'yamiz. Uni qanaqa bo'ladi? Birinchi bundoq tez bosiladi-da, sekin вот mana. Logichni. Tez bosilib, sekin tortiladi-ku. O'shanda mana logichni animatsiya bo'ladi. Xo'p, keladi. Sal oldinma-keyin qilib qo'yish kerak. Da, mana. Bundoqroq ustiga mingashtirib qo'yish kerak. O'shanda animatsiya tugamasdan o'sha bosilyapti mana. Meshga bosgandan keyin sal qanchadir vaqtdan keyin bosilsa. Da. Deylik. Men buni bitta bu yoqqa surib qo'yaman. Mana. Kechikyapti mana. Endi normal bo'ldi. Va bu yerdan bizani shape'imizni yana orqaga qaytib ketishi kerak. Scale bo'ldi, position va rotation orqaga qaytmasin. Bu yoqda ham nimadir animatsiya qilamiz. Bu yoqda ham bitta klik bo'ladi. Chiqqanga yarasha 2-3 ta joyi bosib ketsin bu ham. Xo'p. Hozircha bizga bu keyframe'lar kerak emas. Adashib ketaman. Bosdik. Biz bitta ko'rib olaylik qanaqa bo'lyapti o'zi. Bosilgandan keyin Telegram akkauntim chiqsin. Telegram akkauntim emas. Telefon. Platformani o'zining nimasi chiqsin. Domeni .uz Google ga o'xshab. Uning uchun boshiga qaytib shu boxni topib olaman. Box qayerda mana. Yuni ochib animatsiya bo'lgandan keyin уже сразу qaytib ketishini xohlasam, bunday qilaman. Kichkina bo'ladi bu. Va sal uzunroq bo'ladi. Va bu animatsiya bo'layotgan paytida ichidagi mana bu yerdagi hamma nullarim ham qo'shilib yo'q bo'lib ketishi kerak. Bir xil bo'lib. Shuning uchun pastga va bular ham pastga. Va также promotion so'zi tepaga chiqib ketishi kerak. Yozilish ham pastga tushib ketishi kerak. Promotion tepaga chiqib ketishi kerak. Yoki pastga tushib ketsa ham bo'larmi ekan? Hozir bitta qilib ko'ramiz. Promotion. Qaniydi, cho'ti topolmay qoldim. Mana. Hop, pastga bo'lsa pastga.
Также yozilish ham pastga tushib ketsin. Вот. Va salgina tezroq bo'lsin. Yeah. Bunga вот. Hop. Glow Promotion ham borsin-da, setmate'ga ulanmasin. Va как положено, bu pastga tushib ketayotgan payti bu tepadan harakatni boshlasin. Va bunga ham expression yordamida, ya'ni tushib ketayotgan payti tepada bo'lsin bu. Ozgina sekinroq bo'lsin. Va kechroq. Sal o'rinroq bo'ldi. Nimaga deb o'ylaysiz? Bu yo'lga ikonga qo'yman. Ikonga qo'yaman-da. Va bu bizada Animation Composer yordamida tepadan bounce animatsiyasi bo'lib tushsin. Harfdan harf. Bu faqat tepadan. Hop. Positionimiz bu yerda qolib ketayotgan bir paytda bitta marker qo'yib olaman-da. Bu yoqqa surib olaman-da. Tam o'sha marker turgan joyga yana olib kelib qo'yaman. Вот. Ozgina yo'q. Boy holat yaxshi. Va bizda o'ylayman hozir qanaqadir ikonka Google logosi. Ya, Google emas. Safari. Yo'q.
Xo'p. Nima qilaman buni hozir? Kim aytadi? Yozib Nimaga? o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Hop, yo'q. To'g'ri aytdingiz, buni nimaga treatment qilaman? Qayerga? Qayerga? Boksga. Mana boksga. Boksgami? Nomi nima uni? Treatment deb yozib qo'yilgan. Ha, setmate. Endi o'zim tushunaman. Endi nima qilaman? Ha? Endi boyagi upravляющий nulimni ochib bitta position qo'yaman va positionimni mazizgina pastga tushirib, yo'q, unaqa qilmayman. No, shunaqa qilsam, da, okey, bo'pti. Bitta position pastga tushirib, yana tepaga qaytarib qo'yaman. Va expressionni bunga ham qo'yamiz. Va boyagi nimalarni olib kelib nimaga ulayman? Yo'q. Yo'q. Nimaga uladim? Nolga uladim. Nimaga? Animatsiya bo'lishi uchun. Ha, xo'p. Bir xila. Tushundinglarmi hozir nima qilganimni? Ya, tushundinglarmi yo'qmi? Yo'q. Ya'ni pastga tushyapti-ku, kuch bilan mana bu narsa shape joyida turmayapti deb uni ham pastga urib chiqaryapti tepaga. Ideologiya bo'yicha mana. Pastga tushyapti-yu. Ko'ryapsizlar mana? Shape ham pastga urilib tepaga chiqyapti. Logichni. Usiz boshqacha bo'lib qolyapti uni mana. Prosta mana. Bo'ldi. Shunday. Вот mana bu bilan urilyapti. Va hozir ham nima qilaman? Rotation. Hozir nima qilyapman? Alt bilan 5 ga. Endi logichni o'ylaylar, nima bo'lyapti hozir? Yozuvlar bunda botilgan o'sha uryapti. Yozuv, ha. Yozuv qiyshayib tushayotganning hisobiga Bu ham qiyshayapti. buni ham qiyshaytiraveryapti. Tushunasizlarmi? Logichni. Idishda bu şey. Ha. Вот. Yo'q, mana animatsiya bilan animatsiyaning farqi bor-da, o'rtoqlar. Instagramda position, scale, bunday qilib qo'yish bilan ish bitmaydi. Qachonki logichni o'ylab ko'rasizlar bu narsani, o'shandan keyin nimadir chiqishni boshlaydi. Mana. Smooth, takoy. Endi nima qilaman, bilasizlarmi? Yo'q. Bittasi qolib ketyapti, ko'rmayaptimi ko'zingiz? Mishka qolib ketyapti. Mishkani olib, men bunga klik qilaman. Shuni yopib tugab ketadimi? Da, bo'ldi, tugadi animatsiya shu bilan. Yog'iga nelogichni bo'lib qoladi. Xo'p.
mishga keyin pastdan albatta. O'zi shu lupaga meshga urilgandan keyin chiqish kerak emasmi? Saytli. Yo, o'zi logично shunaqa. No, biz boshida buni o'ylab qilmadik. Boshqachasiga endi iloji yo'q. To'g'ri, endi mana plus, promotion chiqyapti, yozilish. Endi bu reklama emas-ku, просто animatsiya xolos. No, logично o'ylab qaraganda. Tepaga ko'taramiz. Va rotation uni qiyshaytirib ko'tarsin. Bu tomondan bossin. To'g'ri olib boramizmi? To'g'ri. To'g'ri olib borsak ham bo'ladi, olib bormasak ham bo'ladi. Mayli. Bu yoqda positionimizni umumiy ko'rinishi chiqadimi degan savol. Bu yerda chiqadi, lekin bu yoqda qo'shilib ketayotgani uchun уже nelogichni chiqmaydi. Xo'p. Ochib ko'rishga harakat qilaman. Biz faqat buni buzyapmiz. Yo'q. Chiqmas ekan. Namda nima bo'lganini sezdinglarmi? Keyframe qo'shilib ketib qolibdi. Bitta harakat qo'shilib ketib qolgan. E'tiborsizligimiz natijasida. Ot. Mana bu yerdagi position bu yoqqa harakatlanayotgan payt borib harakatlanyapti. Bizga emas. Voy, bu jinnilanib ketdi-yu bu. Xo'p. Harakatimizni o'chirib tashlayman-da. Va shu yerda harakatimiz tugamasligi uchun tinchgina yana bitta nul ochib bunga to'g'rilayman-da. Va shape o'zini shu nulga ulab shape controller deb saqlanib qilib qaytib uni shape ga ulaganman. Shape controller. Mana bu yerda bo'lsa, bizga position, rotation scale kerak bo'ladi. Va animatsiya bosilgandan keyin bo'layotgan narsa positionimiz bu yergacha kelsin-da. Rotationimiz uni aylantirib bossin. Va qizig'i biz bu yerda buni chiqara olamiz. Chunki alohida-da. Bosilgandan keyin keldi, bosildi, ko'tarilyapti. Tez.
Mana buni pastga tushirib qo'yish kerak. Bu borguncha bu animatsiya bo'lib bo'lishi kerak, короче, ideya bo'yicha. Borgandan keyin bosish kerak. Keldi. Xohlaganimdek. Bo'lgandan keyin bitta bosib yuborish kerak bo'ladi. Xo'p. Shape kontrolleri scale'ini ochib bitta bosish va tortish. Va shu yerda kontrollerni bosayotgan shape ham, ikonka ham bitta kirish va bitta chiqish animatsiyasi bo'ladi. Bosyapti. Ozgina kechroq. Tak, menimcha bo'ldi. Bitta render bo'lishini kutib olamiz. Нормально? Yana bitta kalitni tepamda ozroq orqaga surib qo'ysam. qaysini? Og'riydi, ana bosilib cho'cha bosilib. Mana shu joy. Yaxshi tushgan. Bu oldin kichrayapti. Mana bunaqa davosmi? Yo'q, ikonkani o'zim ana bilan bir xil bo'ladi. Voy. Yozilish shakldagi-ku. Kech Bir xil bu kechligini o'zini sababi bor-da. Animatsiyamiz ketma-ketlik tushishi kerak-ku. Endi orqa fonni yorib yuborish kerak-da. Tekis bir xil narsa tursa ham bo'lmaydi-da. O, nimaning o'zida ham zo'r bo'lyapti. Oti nima edi? Soyalari bilan a? Oddiy rang o'zida ham.
Da. Такой. Premium nima bo'ldi? Oti nima edi? Prямо заводный. No, tipa juda toza animatsiya. Biza buni ham naqd tashlasak bo'ladi. Chiroyli qilib. Bitta solid ochib olib, grid berib yuboramiz. Va grid corner pointini slider qilamiz, kattalashtiramiz. Yo'q, vis slider qilamiz, kattalashtiramiz. Buni rangini salgina seriya qilib, opacitysini tushirib qo'yamiz. Va orqaga backgroundning ustiga tushirib qo'yamiz. Va opacitysini yana ham kamaytirib qo'yamiz. Shunaqa katayli videolar bo'ladi-ku. Вот. Va bu yerda bizda orqada bo'layotgan narsa o'zim rangimdan qo'ymasin. Sezasizlarmi? Mana bu ichidagi oq narsa orqadagi rangga qarab o'zgaryapti. Mana. Demak, mana bunaqa qilsam o'zgarib ketishini ko'ryapsizlarmi? Da. Mana shu ham chiroyli rang bo'lar ekan. Orqa fongacha qanaqadir Apple o'zini animatsion nimalari bo'ladi-ku. Obbo. Nima edi ya? Background Apple. Tipa shunga o'xshash narsa. Hey guys, what's up? I am Nikhil from Dope Motions and Mana bitta shuni ko'rdim. Grid kerak emas. Saturatsiya bilan kamaytirib yuboramiz. Ha, buni rangini tint bilan yo'q. Toner bilan o'zgartiraylik. Mana bitta cho'ta nimadir siljib qolgandek go'yo. Colormi? Ha, color siljib qolibdi. Ikki xil rang bo'ldi. O'zim rangimga yaqinroq qilib qo'ysak. Tepadagi nuqtalarni ham ozgina faqat o'zimning rangimga yaqinroq ochlikda.
Уже bu tema уже. Mana bu tovlanyapti-yu. Bu render xatosida mana. Yaxshilanib tovlanib qolyapti, sezyapsizlarmi? Boya ham yaxshi edi. Kompyuter qotyapti просто. O'zi bo'lib qolgan. O'zi aslida unaqa emas. Xo'p, endi buni yanada boyitib tashursa bo'ladi-yu. O'tirish kerak-da unga. Hozircha shuni qilib olinglar. Maylimi? Oxiri nimadir bilan tugatish kerak emasmi? Oxirini deysizmi? Shuni yopib qo'ysak tugaydi o'zi. Shunda yana mana bu nolga o'xshab boshlanib ketadi. Bosildi, yopilsin. Skill 0. Da. Mana bu yerda slayder bilan kimdir rost zerikib ketib rinsk ko'ryaptimi? Ha? Nima? Shunaqami? 1 2 3 debmi? Shixonadagilar chetga ketishga o'xshadi. Ularni tashlab. Mana bitta. Chiqsin deb bizani kontrollerimiz position bilan rotationni shundoq rotation text bo'lsin-da. Orqasiga orqasiga emas. Tushib ketaversin. Yo'q, bundoq bo'lsin. Bu yoqqa chiqib ketsin. Bo'ldi? Bitta gap aytsam, bu hozir ozgina bo'g'iqroq bo'lib qolyapti. Baribir to'g'ri, o'zim rangim, no baribir bo'g'ilib qolgandek go'yo meni fikrimda. Baribir ham och ranglardan foydalanilgan baribir ancha yaxshi ekan. Sezilar ekan shu haqiqatdan ham mana bu narsalar ochligi mana. Ochda baribir ancha yaxshi turibdi. Hop deylik. Buni curves yordamida ozgina ko'tarib qo'yaylik. Ya.